Assalomu alaykum qadrdonlar. Mahallaning piri badavlati loyihasi yana sizlar bilan birgamiz. Biz bugun Mirzo Ulug'bek tumani Avayxon mahallasiga yetib keldik. Aleksandr Abakumov hamda Xayri Sultonovalarning xonadoniga. Marhamat, ahamiyat beringlar. Ikkala tarafda ham gullar ekilgan. Ko'p qavatli uy 1, 2, 3, 5 qavatli ekan. Bu 80-yillarning o'rtalarida qurilgan uylar. Atroflari oldinlari shu reshotka deymiz bo'lardi, to'siqlar mana hozir hammasi olib tashalgan, baribir ham top-toza turibdi. Odamlar o'zi qarasa chiroyli bo'ladi, hatto uzum ishkomi ham bor ekan. Bizda esa uyga egalar kutib turishibdi. Assalomu alaykum, horinglar. Va alaykum assalom, yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Ko'rdik, xonadonimizga kelganlar xush bo'pti. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi. Nihoyat yetib keldik. Anchadan bir xohlayotgandik sizlar bilan uchrashishga. Charchamay yaxshimisizlar? Salomat bo'ling, rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bu Qorasuv 6 hisoblanadi. 6 Qorasuv. Bu yil ham 80-yillar o'rtalarida qurilgan. 84-da. Bu 82-83-yillardan mana shu seriya ketganda o'rtasini bu zal 2 ga bo'lib xonadonni ham ko'paytirsa bo'ladi. Fransuzga sepilganmikin shunaqa deyishadi. Lekin 77-senmi. Bu uydan 85-yildan уже yashaydik. 40 yil bo'ldi. 40 yil bo'ldi. Bitta xonadonda. Mana hozir tarixiga ham o'tdik, nechinchi yildan beri. Bundan oldin qayerda yashagansizlar? O'zingizlarning hayotingizni to'g'risida gapirib bersanglar, agar har bir ruxsat bersangiz, Aleksandr akadan boshlaymiz, a? Iskandar aka. Hammasi Iskandar aka deyishadi. Iskandar aka deymi? Sasha aka desak ham bo'ladi. Iskandar aka deymiz. Bo'ladi. Marhamat. Men Toshkentda tug'ildim. 1952-yilda. Mening otam, onam hammasi Toshkentdan. Bu esa ham Samarqanddan. Bizga ko'p hammasi O'zbekistonda. Keyin otam 42-yilda 17 yoshiga kirgan frontga ketdi. U eski shaharda 42-maktabda o'qiydi. U payti Chapayev nomi. Juda hozir bu maktabi ham ishlaydi. Shu maktabdan dobrovolchilar frontga ketdilar. U dadasi ham tinch butun qaytib keldilar. Keyin men tug'ildim. Keyin yana ukam bor. Men 18-maktabda o'qidim. Asakinskiy u yerda shu payti biz Sverdlov ko'chasida yashadik. Hozir Mahatma Gandhi degan. Undan keyin armiyada xizmat qildim. Xabarovsk shahrida, Uzuk shahrida. Undan keyin biologik fakultetga kirdim. O'qishga, Tashgu. Shu payti biz tanishdik. Men kunduzi emas, kech отделениеda o'qidim. Ham ishladim institut zoologiyada. Xayri ham shu institutda ishladi. Biz paxtada tanishdik. Paxtada hammasi bir-biriga yordam beradi, yaxshi ko'radi va shunaqa payti. Biofakdan keyin men Zomin ko'rikxonaga ishga bordim. Tog'larda. U yerda 3 yil ishladik. Atrofida hammasi qirg'izlar va tojiklar meni yaxshi ko'radilar. Menga dedi, Sasha Kuldan. Bizniki kontora ko'rikxona Kulsayda bo'ldi.
ko'ldan. Man chegaradan u payti Ayniga bordim, piyoda. Это через перевалдан 42 kilometr. Это 12 soat borish kerak. O'rtalab 8dan chiqib, kech payti уже 8da To'g'ri keldim. yo'l emas, unaqa toqqa chiqib, Причем qish vaqti, dekabr oyida. Qor juda baland bo'ldi. Keyin bolalar tug'ildilar, уже ko'rikxonada juda og'irroq bo'ldi. Biz yana Toshkentga keldik. Shu butun hayot birga yashadik. Bu otaizlar 42 Это- maktabda Да, это ismlari kim? 49-yilda 49. fotografiya, как раз. Да, это otasi Nikolay. Nikolay, mama Margarita. Margarita. Onasi ham да, когда urush boshlangan, u 16 yosh kirgan zavod tashkilmashga bordi. U yerda u frizirovщица ishlaydi. Minomyotlarga основание stanini qildi. 16 yosh. 16 yoshda. U ham bizniki 18-maktabda o'qiydi. Bu juda eski maktab. Eski maktab, mashhur maktab. Mening onam u yerda o'qiydi. Men o'qiydim. Siz o'zingiz o'qidingiz. Shunaqa. Hozir ham bor bu maktab. Da, men yaqinda kirdim. Tog'ini turar ekansiz-da. Da, sog'indim, просто sog'indim. Ну, yaxshi hammasi это salom aytdi. Men aytdim, что shu yerda o'qidim. Yaxshi keling, qarang. Otaizlar Nikolay ota nima bilan shug'ullanganlar? U shunaqa, u это qizlar shu payti ana frontlarga kichkina sovg'alar posilka qildilar. Kulpaypak, potom tamakiga kiset, shu boshqa yaxshi narsalar. Ozgina xat yozdilar. U frontga posilka qildi. U Nikolay javob berdi. Shu bilan bir-biriga xat yozdilar. Shu bilan tanishdi. Da, оказывается, u ham Toshkentli. Bir-biriga uchradik keyin. Keyin urushdan keyin to'ylari bo'ldi. Bu nechinchi yil surati? U nima? U juda ko'p vaqt armiyada bo'ldi. Оказывается, shu payti urush vaqtida xizmatga demobilizatsiya не считать, xislamadi. Xislamadi. Yana 3 yil armiya xizmat qilish kerak. U shu 3 yil Shimol Koreyada xizmat qildi. Shahar Pukchxon degan tam. Punchxon. Koreyada. Bular Toshkentda kutdilar. U Toshkentda butun keyin tam o'qiydi. Это buxgalter bo'ldi, da. Haydovchi bo'lganlar, shofyor. Dadasi u тоже juda qiziq. U birinchi payti otlar bilan pushka haydabdi. Otlar bilan. Keyin amerikanskiy studebakerlar mashinalar keldilar. Komandir so'radi, kim shofirlar bor? Bir qadam oldiga. U chiqdi. Keyin tam starshina
sekin suryapti, sen mashina bilasanmi? Ha, bilaman, da. Nu tut shunda starshina o'zi ko'rsatdi, как oldiga, orqaga, shu. Shu payti уже armiyada уже shofir bo'ldi, Studebaker, keyin har xil boshqa mashinada ishladi. Keyin birinchi ish shu yerda bo'ldi, ana Tsiolkovskiyga gish zavodiga loy olib kiradi. Samosval. Turib oladi. Да, ZIS-150 samosval. Menga o'zi bilan oladi, da, men yo'limda o'tirib, Kataysa qilardingiz. da, shu payti o'zi shunaqa hayot bizniki. O'zingiz 18-maktab bitirdingiz. Keyin nima bo'ldi? Keyin armiyaga bordim. Keyin men hayvonlar juda yaxshi ko'rdim. Biyofakka kirdingiz. Da, bilmayman nimaga maktabdan institutga bormadim. Shu ishga zooparkka ishladim. Eski zooparkda, Tashmino orqasida. da, eski zooparkda ishladim. Keyin u yerdan armiyaga bordim. Keyin armiyadan kelib, menga dedi, такой shunaqa institut zoologiya bor. U yerda. Men dedim, shu nimaga institut zoologiya u yerda odamlar ishlaydimi? Men o'yladim, faqat o'qiydi institutda. Akasi ishlaydi. da, ishlaydi. Men bordim, laborantga laboratoriya serologiya kirdim. Ko'p ekspeditsiyaga bordik. Hammasi viloyatlarga, tog'larga, cho'llarga. Shu bilan hayvonot olamini yaxshiroq ko'rdim. Keyin diplom juda yengil защита qildim. Shu payti menga zoolog ilmiy xodimi zomin ko'rikxonaga chaqirdilar. U yerda shu payti hayot такой yengil emas bo'ldi. Elektrichество yo'q, o'tin bilan o'chakda ovqat qilamiz. Kechqurun lampamoy bo'larmidi? Na solyarka yondirik. Baribir menda u yerda ikkita ot bo'ldi. Men arpa berdim, shu kechqurun boqadim. Juda yaxshi ish bo'ldi. Keyin Toshkentga qaytib keldi. Потом уже Xayri bolani tug'ildi. Ular shaharda, men tog'larda. Men juda sog'indim. Qaytib keldim. Jizzaxda tug'ilishgan bolalar? Toshkentda? Yo'q, Toshkentda. Biz Jizzaxda yashamaymiz. Только Zomin. Zominga bordim. Men o'zim ham birga ishlaganman. Zominda? Shu nimada ishladik. Zamovednikda. Uni Jizzax shahrida kontora bo'ldi. Tam buxgalter, direktor. Ular butun qish payti u yerda o'ziniki uyda yashaydilar. Menga dedi, siz tog'larda bo'lish kerak. Ham где-то kunduzi soat 3da kunduzi tayyorlamiz yotishga уже. Уже soat 3da уже как kech bo'ldi уже. Otini yaxshi joyga qo'yish kerak, hammasi qarash kerak. Zato ertalab
sahar ertalab уже shu karangi payti turamiz. Куда-нибудь намеченный такой маршрut qilamiz. Rejalashtirgan joyga. Или Qizil Etaksa, или там Boshkasa. Chortangi degan joylar bor edi. Juda yaxshi o'rganibsiz o joylarni. Yo'q, birga bo'lganmidi. Birga. Kichkina rasmlar bor, tog'larga chiqib. Romantika. Keyin hali aytib bermaysiz, mana nimalarda uchut bor-ku, haligi nimalar, kiyiklarda uchutlari bor, haligi yovvoyi nima cho'chqalarda nimalari bor, voy otlarda men ham yurganman rosa. Kiyiklar, ishimizni tashlab cholimiz orqasidan. Ayiqni ko'rdik. Ayiqni ham. Ayiqlarni ko'rgan biz, nima maqolalari ko'p. Ayiq to'g'risida. Siz maqolalar ham yozgansiz? Maqola bizga ham ko'p, Statiyalar. kitoblar ko'p. Zo'r. Kitoblar ko'p. Rahmat, katta rahmat. Endi sizga endi bizga navbat keldi. Endi sizga navbat keldi. Oshingizni qarab qo'ying, osh kuyib qolmasin. Oshni siz damlaysiz? Osh damlaydi. Voy zo'r. Anchadan burami? Har doimmi? Har doim. Yo'q, biz o'rgatganmiz lekin aytsin-da. Bozor kuni. Bozor kuni. Qoyilman. Har haftada. Endi sizni erkalab pochcha deymizda. Hozir bizda qarindoshlar Andijonda yangi guruch olib keldilar. Sort Chondara dedi. Devziraga. Такой qizilroq. Qizilroq. Ozilyapti hammasi. Yaxshi, juda yaxshi. Hozir yangisidan yeymiz. Qisqa muddat, lekin shunaqa chiroyli gapirib berdingiz. Mana ish qilib ko'rdingiz, o'rganib. Tug'ilganingizdan o'zbek tilini bilasizmi? Yo'q, ko'proq biz hozir. Rus Biz такой rus ko'chasida yoshlik bo'ldi, rus maktab o'qidim. Undan keyin u odam Nikolay, u sirk orkada Chorsada. Там, значит, shunaqa остановка teatr Hamza, eski teatr Hamza bo'ldi. Максим Горький ko'chasi, проезд Uychi, tupik 3, dom 16, shunaqa. Такой Nikolay ota toza Toshkentlik bo'lgan ekanlar-da. O'zbekchani O'zbekcha suvdek bilan. Eski shaharlikda. u Nikolay mening otam yoshdan keyin o'zbekcha yaxshi gapiradi. Familiyalari Abakumov bo'lganmi? Abakumov. Ruxsat bersangiz, hozir endi hayronamiz ham gapirib bersalar o'zlari to'g'risida, marhamat. Mana biz ishqilib dadamiz Sultonov turdi, buvoqori bo'lganlar. Ular ham mana onamiz Saydaliyeva Tursun bibi, dadamiz frontlarga ishqilib 34-yili mana shu Toshkentda, Samarqandda Savgu universitetini shu vaqtda bitirganlar. Oilalarda ko'pchilik bo'lgan. Shu bilan o'qishlarni bitirib, keyin ko'mir sohasida ishlashgan. Nimaga Qirg'izistonga nihoyat Soyuz deymiz, birinchi Soyuz vaqtda Qirg'izistonga o'zi farg'onalik, Chimyonda tug'ilgan dadamiz, Farg'onalik. Onamiz Qirg'izistonda Qorako'l degan joylar, shu Issiqko'lni Prejivals, hozir Prejivals bo'lgan, o'sha yerda yashaganlar. Endi shu urush vaqtidan oldinroq haligi Vseobuch deydi, shunda onamizni Parchkovada o'qiganlar ekan, keyin shu Qirg'izistonga, Qizilqayaga, Lixbesga shu o'qigan, jo'natganlar Parchkovadan. Shu dadamiz keyin shu Qizilqayada shaxtalarda nachalnik bo'lib ishlagan, shunda tanishib ular oila qurgan. Keyin otamiz ham endi haligi oliy o'qish bo'lgani uchun frontga leytenant nimasida lavozimida frontga ketgan. To'liq frontda bo'lgan, frontga 30 даже oldinroq ketishgan, 39-yil ofitserlarda chaqirishgan. Shunda shu bilan onamiz rahmatlik baraka topsin, qiynalib, endi 4 ta bola bilan akamiz o'tib qolgan, yana bitta opamiz o'tgan, 5 ta bola bilan qolishgan. O'zlari 26 yoshda mana endi 41-chi, даже 40-chi ketgan bo'lsa, 14-yil onam tug'ilgan, dadam 1908-yili tug'ilganlar. Shu bilan o'zlari qolgan. Otamiz frontda oxirgacha 46-yilgacha frontda bo'lishgan. Keyin yarador bo'lib, og'ir birinchi gruppa invalid bo'lib qaytgan. O'pkalarini qattiq tuberkuloz deydi, endi shunaqa kasal ham bo'lgan ekan. Mana biz dunyoga eng kenjatoy biz tug'ildik.
47-48da dadamni bilmayman. Ja qiziq narsa bor, lekin mana 1 yoshda bu portretni men institutni bitirgandan keyin 24 yoshimdamikin O'sh degan oblastga Qirg'izistonga borib frontga qayerdan chaqirgan deb turib ashyoqdan shu voyenniy biletidan shu kichkina sarg'aygan bitta rasmini zo'rg'a yolinib olib, shuni portret qilib o'zimga esladik. Bitta rasm ham yo'q edi. Shu bilan shu mana endi dadamiz biz Mashhadda tug'ildik, katta bo'ldik, Qizilqa'da o'qib, keyin shu Qirg'izistonda endi yoqda tug'ilgani uchun Qirg'izistonda o'qidik, institutda medinstlarga kirdik, keyin nima zaochniy fizkulturniystga sport bilan qiziqqanim uchun oldin sport gimnastika bilan shug'ullanar edim. Keyin katta bo'lib, sal unga ham medtexnikumga o'qishga kirganman. 14 yoshda, unda 7-klassda bitirganmiz. Yosh bola bo'lib turib, shu o'qishga kirganmiz. Kelib doyalik, akusherskiy отделениyani bitirganman. Shuni bitirib, keyin 3 yil ja qiziq narsalar bor. Shu Qirg'izistonda O'sh oblast O'ttizadir degan joyga yolg'iz o'zimizni jo'natdi. Hali endi atrabotka deydi-yu, 3 yil ishlab berishga. Pasherga ketganmiz. Yosh qiz bola, mana endi hali bitta odamdan bitta ikkinchi odamni keltirib, og'ir ish yoqda unaqa doktor mana bu yerga katta Toshkentga o'xshagan emas, o'zimiz yolg'iz javob beramiz shu onaga, ona bolaga. Endilik og'ir nimalar ham bo'lgan. Hali bir xilga tushunmagan odamlar chaqirmasdan o'zlari tug'aman deb bolalarini nobud qilganlar ham bo'lgan. Keyin ba'zida mashina yo'q otlarda ham borganmiz. Shunday qilib ish qilib, shu 3 yilda unda fotoapparat hech nimalar yo'q edi deng. Eng qiziq mana shu davrim, qiyin ishlarim shu uncha nimaga rasmlarga olinmagan. 65-yil bitirib 64-yil bitirib 67-yilgacha ashyoqda ishladim akusherka bo'lib. Keyin institutga kirdim. Institutga kirib, shu endi yoqda ham yaxshi a'lo o'qidik. Komsorg bo'lib, hamma profor komsorg deyishdi. Tennisdan shu Qirg'izistonda 67-yili respublikanskiy Spartakiada bo'lgan. Женский Spartakiyada birinchi o'rin oldik. Ham одиночныйda, ham parniyda. Shuning uchun shu nima o'qiganim uchun tennisga nima odamlar kam ekan. Men o'zi zaochniga topshirganman, qarasak, qidirsak, spiskada bir o'rtog'im bor edi, medinstitutda o'qir edi ular, borsak, yo'q, hayron qoldim, nihoyat kirmasam, yaxshi topshirdim. Uni ochniga o'tkazgan ekan shunda. Bizga sportsmen kerak, chekka joydan kelgan qishloqdan yana o'qitishmaydi deb turib, ochniga o'tkazgan ekan. Shu bilan shu lechebniy fizkultura degan bo'limi bor edi, 3-4-kurslarda. Shuni bitirdim. Bitirgandan keyin shu bu yoqqa kelib, oldin 1-2 yil maktabda ishladim, keyin Turon sanatoriyga metodist, fizkulturani jismoniy davolashdan keyin shifokor bo'lib, oliy toifali shifokor bo'lib, infarkt bo'limiga shu og'ir nima kasallarga ashyoqda davolash, jismoniy davolash doktori bo'lib ishladik. Qancha odamlar, mana rektorlar kerak bo'lsa, keyin fizkulturnistdan bilasizlar, rahmalik Abduhamid Qadirxonovich Hamrakulov. Inson ashyoqda bir infarkt bo'lib bizda davolandi. Shu sabablar endi ko'rdiki, endi bilimimiz ham bor, ish qilib Sovet davrida yaxshi o'qiganmiz, yo'q, bizga o'tasiz, institutga o'tasiz, ilmiy ish qilasiz deb turib, ashyoqqa chaqirib oldi. Baribir yarim stavka Turonda qoldim, bir stavkani institutga o'tdim. Shunday qilib ishlab turdik, turmush qurdik. Mana o'zlari aytib berdi, xo'jayin paxtalarda tanishib, shu bilan qarasak, endi mana ochiqini aytaveramiz, mayli intilik ko'rsin yoshlar ham. Bizga mana endi onamiz rahmatli 30 yil endi unda o'tib ketdi. Bishkekda opamiz bilan o'sha kasal bo'lib qoluvdi. Endi o'zimiz ishlaganmiz, ota-ona yo'q, hech qanday unaqa haligi qalim bir nimalar yo'q. Shu bilan bizga Toshkentga keldik, hech kimim yo'q. Lekin yo'q, buni aytib o'tish kerak, Toshkentga joylashda bizga avvalo Allohim menga har doim dadam o'rniga men aytaman, otani o'rniga Allohim bizga otalik qilib hamma joyda, ayniqsa mana shu uydan qiynalganim yo'q. Naryoqda akusherka bo'lib ishlaganda ham chiroyli uylar berishdi. Bu yoqqa kelganimda avvalo Xudoyim, keyin yaxshi do'stlarim bor edi, juda ham dugonam bor. Mana shu Xosiyatxon, u ham 12-rodamda laboratoriya bo'lib ko'p yillar ishladi. Ularda akalari yordam berdi, qayerdaki bo'lmasam, shu yordam berishdi. Ularning yordami bilan 6 oycha ularning uyida turdik. Keyin Akademiya bilim degan joydan menga to'g'ri uy aspiranturalarga kirdim, aytmoqchi, Leningradga. Keyin yoqdan 2 yil ishlab, sovuq, nima, klimati yoqmasdan
kasal bo'lib keldimda 1 yil ta'til oldim. Akademiya o'qib. Shunda mana biz to'y qildik. Turmush qurdik, keyin qarasak mana uy olish kerak. Mendan boshqa yuguradigan odam yo'q. Shu bilan shu qolib ketdik. Bola tug'ildi. Bu yoqqa zaochniga o'tkazay desam, bir hali yopiq tema aktualni deb ruxsat berishmadi. Bu yoqda harakat qildim. Ilmiy rahbar topish qiyin bo'ldi sohamda. Shunday qilib, yo'q, mana Xudoga shukr, jichagina armonim bor. Tayyor dissertatsiyam shu 70-80% bo'lganda shu rahbar yo'q, uncha yaxshi yoqlay olmay qoldik. Qolgani Allohimga shukr. Mana 2 farzand, ularni o'qitdik. Qizimiz 79-yil tug'ilgan, o'g'limiz 83-chi. Qizimiz ham o'zimizga o'xshab o'qishlarga chanqoq bo'lib, o'qishlarni bitirib, a'lo darajada ham sportga qiziqtirganmiz. Badiiy gimnastikada ham, master sportida ham nimalari bor, diplomlari bor, gramotalari. Keyin yoshgina shu maktabdan nima bitiriboq nimaga ichki ishlarga kirgan. Birinchi yil shu yuristga ozginagina balli yetmadi-da, keyin shu bilan ishlab, mana nima obov nimamiz bor edi, UVDda pojarniy hali yong'indan saqlash bo'limlarida ishladi. Rahmatli bir nima qo'shnimiz bor edi, ular chaqirishgan. Shu bilan shu ishlab akademiyani oldin Qozog'istonda bitirdi, keyin u diplom o'tmadi. Bu yoqqa o'zimizga akademiya MGDni bitirib, hozir 20 yildan oshiq, 25 yildan ichki ishlarda namunali bo'lib, faqat gрамоталар shu leytenant yosh qizdan boshlab hozir podpolkovnik unvonini olgan. Hozir ko'rasizlar, o'zi ham kamtarin. O'g'limiz 83-chi bitirib, u ham maktablarni bitirdi, litseylarni bitirdi. Keyin jismoniy tarbiya institutiga u ham kirishdi o'qishga. Keyin bir qiziq voqeani aytib beraman. O'zimning gruppamga fiziologiyadan biz dars berganmiz. Fizkulturni institutida keyin men o'qidim bu Turondan ketib. Keyin boshqa gruppaga kirdida bir o'qituvchimiz bor edi, bilasizlar, uni Dalimov, u ham hozir kandidatskiy, doktorskiy zashita qildi, dadalari ham laboratoriyada ishlagan. Bir rektor Dalimovni kelinlari. Shu bilan shu nima u qiz dediki, meni gruppamga bitta endi o'g'lim o'qishga kirdi. Bir bola bor, biologiya, fiziologiyani ham yaxshi bilar ekan. U bu deb keyin qiziqib qoldi. Keyin men aytmadim oxirida. Nima uchun o'zim gruppamga olsam, hali o'rtog'imga baho qo'y, o'qil, bo'qil degan narsalar ko'paydi-da. Keyin oxirroqda bilib qoldi. Voy, xayri turdi, siz o'g'lingizmi deb turib, shu boshqa gruppaga ham berganmiz, haligi nimalik bo'lmasin deb turib. Shu bilan shu o'g'limiz ham hozir akademiyada ozgina ishladi, keyin turmush qurdi. Hozir ayoli Rossiyada bolalari bilan, ular borib, bu yerda uncha yaxshi. Bitta o'g'il bizda, bitta qiz. Biz ham qaridik deb chaqirib oldik. Endi ayoli kelaman deb turibdi. Mana qizimiz ham keldi. Podpolkovnik. Lolaxon Abakum o'g'illarimiz kelishdi. Mana o'g'il hozir litsey MVDda ishlaydi. Uni ham unvonlari ko'p. Master sporti, bu ham sambodan, bular gimnastikadan. Badiiy gimnastika bilan shug'ullangan. Rasmlari bor. Mana bolalarimiz. Siz stol tennisi bo'yicha gaplashgandingiz. Stol tennisdan shu Qirg'izistonda Spartak 70 yoshimda ham qatnashganman. Mana nimaga shaharda bor veteranlar bo'yicha shu butun kitoblarimiz bor, veteran ministerstvodan veteran sport. 70 yoshda ham shu shaharga o'ynaganmiz. Hozir ham o'ynab turasiz. Hozir birga o'ynaymiz, xudo xohlasa. Aleksandr Nikolaevich. O'ynaymiz, hozir hech kim erinishadi, stol bor, hech kim chiqmaydi. Aleksandr Nikolaevich, siz ham tennis o'ynaysizmi? Man yaxshi emas. Lekin poddavka qilsangiz kerak-a? Telefon это 21 3 21 2 bittaga bo'lsa ham g'alaba qildi. G'alaba qildi. Siz 20 ga 15 bo'lib tursa ham keyin birdan yutqazib qo'yasiz-da. Hozir o'ynab ko'ramizmi bo'lmasa? Xudo xohlasa, bir 10 minut 15 minut ajrataylik, ataylab stolda yuvib qo'yganmiz. Lolaxon. Lekin qizingiz o'xshaydimi? bu tomonga sizga ham o'xshar ekan, ham bu tomonga ham o'xshar ekan. Men bilan ko'rsa sizga o'xshaydi, dadalar bilan ko'rsa dadasiga o'xshaydi deyishadi odamlar. Yoshligimda ko'proq dadamga o'xshaganman, hozir endi ko'proq oyim. Bu bilan dedushkani ko'rganmisizlar? Yo'q. Dedushka. Bular 6 oylik bo'lganda yosh o'lib ketdilar, 54 yoshda o'tdi onalar. Dodalari nima 60 yoshgacha yashashdi. Erta ketishdilar. Hozir chiroyli qilib qo'yibsa suratinglarni. Mana bu surat to'yikida 1976-yil dedingiz. 76-yil. Mana to'yda berdik ham bor. Ataylab albom bor, Молодожены qarang. Zo'ra.
Qiziq, mana bu ham bir eski albom, necha yillik. Mana bitta surat. birinchi. Ostepada ham ko'rdik bu yerdan aka. Shuni o'rtoqlari qilib bergan, shuni ham unaqa hozirga o'xshash nima emas. 76. Любительский. Черно-белые фото. Aleksandr Nikolaevich ko'rib qoldilar, suratga tushayotgan, shunga kameraga qarab turibdi. Siz esa dugonaga ham kimgadir qarab kulib turibsiz. Juda fotograf joyida olgani, zo'r fotograf. O'rtoqlari Любительский bir nima Mironov Sasha degan bir bola to'yga qatnashgan, shu qilib bergan, молодец. Shunga ham Мирошников, да. undaqa ataylab nima ham yo'q edi. Sizlar ko'rgansizlar-ku ko'p bu suratlar. Mana bu to'yda. To'y komsomolskiy to'y bo'lganda. Да, да, да. Ashada o'tirish nimalari ham bo'lish kerak menimcha, aylanib. Qolganlar ham o'rtoqlarim ham kim tushgan bo'lsa, shu молодоженlarni solib qo'yyapman. U to'y qanaqa bo'lgan? Qayerda bo'lgan? Bularni uylarida Yunusobod. Uyda Yunusobod. Hovli bo'lganmi? Yo'q, dom. Mashinada stolda. Ну, шуnaqa kvartirada. Da. Kvartira. Demak, bu surat shu Ikkinchi qavatda. uyda. Uyda. Yunusobod nechinchi kvartalda? Hozir 13-chi kvartal. Yaqin. Bu Megaplanet tomonlarda-da. U paytda Там maktab oldida. Maktab. 41-maktabda ham. kelin bo'lib yoqqa tushgan ekansizda. Keyin ozgina turboq o'zimiz Qorasikkida keyin chiroyli kooperativni uy oldik. Ashaddan bir 10 yil yashadik. Sverdlov ko'chasida yashadik. U yerda как сказать, удобстволар yo'q. Hammom yo'q. Pogrebnoy yami. Hojatxona o'rtasida hovlida hammasiga kvartiralarga bitta. Общий dvorga o'xshagan. Kommunalkaga o'xshagan. Biz omad bo'ldik shu seksiyaga yashash kerak. Benim Seksiya deganda dom nazarda. buvim raispolkomga bordi. Вот biz уже biz bir xonali uy bo'ldi. Bir xonali katta terraska tam. Odamlar ko'p, 7 odam. Odam bir xonada yashagan qiling. Bitta xonada yetdi. Ota, ona, Onam, otam, buvilar, dadasi. da. Islar ikkalovilar. Uchta bola. Akasi ham olamdan o'tib ketdi Pavlodarda. Ukalari hozir Rossiyada. Bizga Yunusobodda 4 xonali kvartira berdilar. Biz kirdik, o'sha hayron qildik. Ichida tualet bor, ichida vanna bor. Все удобства. Eshik suv bor. Это вообще zo'r bo'ldi. Mazza. Hozir eslayaptilar-da, mazza qilasizlar. Bu yoqda esa qanaqa ko'chib kelgansizlar? Toshib berganmi? Shu yerda Xo'jayinga berganmi? Shu yerda men ishladim. Shunaqa organizatsiya как она Uzribot degan. Это Российский, почти советский, почти балықчылық. Как сказать? Uzriprом. Воду Узбекрибот это Рыбот, как инспекция по охране балик. Союзге qaragan, Союзге. А у Москвада главпроводga как подчиняться qildi. И этот главпровод har yili bizga это определенное количество жилплощади бердилар. Ну, Хорошо. да, горосполком un foiz o'ziga oladi, boshqa Ishchilarga beradi. xodimlarga. Shunaqa qilib o'sha aytgan tashkilotingizdan bu yerdan berishgan. Necha xonali bu yerda? Bu ham 4 xonali hisoblanadi. Siz aytganda mana ploshadi. Agar buni yopsa 4 xonali bo'ladi. Katta zal как 2 xona hisoblanadi. Mana bu suratga. Papasman. Haligi vals. Domda bo'lganda. Domda. Ichida mana shunaqa xonada. Bo'lar ekan. Bu yerda orqa tomonda nima? Batareyalarmi deymiz? Ustalmi, nima ekan bilmayman. Endi zalda o'tirganmiz, nima ekan. U paytda hech narsaga e'tibor bermagansiz. Xo'jayin eslasin, ularning uylari ko'p. Hozirgi yoshlarga sizlar vat tushyapsizlar, o'sha paytda vat tushirilgan. Esdalik. To'y qanaqa bo'lgan? Shu yerda mashinada aylanganmisizlar o'sha kuni? Yo'q, hech qanday aynalgan bo'lmagan, hech nima emas.
Shu o'tirishda ziyofat qildik o'rtoqlar. Zaksga? Да, и это. Nima shuni o'zida o'yinga tushgan, Keyin nima edi, uyga- mikrofon ish qilib Вот, shu. do'stlar keldilar. Вот, ну, Nechta odam bo'lgan? Savdoga institutida ishlagan 20 tami, uydagilar Ha, 20 kam. tami, 25 Kam. tami, ota-onalari. вот. Xayriy tomondan hech kim yo'q Toshkentda. Da. Ну, просто Lekin bunaqa Mening. taxminan shunaqa uy bo'lganda. Yo'q, kichkina ular, uch undan- xon. Ular kichkinagina zalda, yarim. Shunda ham 20 ta odam siqqanmi? Ha, zalda stol ham bo'lgan? Bor, stollari bor edi. Qayerda bu bo'lmasa tansa tushgansiz? Tansa tushgan joy topilgan Joy, ekan, ozgina raxsh joy tushgan. turibdi. Qayerma? Odamlarning bag'ri keng bo'lganda, odamlarning bag'ri keng, hammasi yetgan. mana shu paytda hammasi oddiy bo'ldi. Oddiyda. Вот, и это stol kichkina bo'ldi, ana kuxnyadan yana olib Qo'shiq keladi. qo'ygansizlar. Yana qo'shadi, shu. Bunaqa. Вот, stullari kam qo'shnilarimizdan so'raymiz. Stullari, shunaqa hayot. Hozir Aleksandr Nikolaevich gapirib beryaptilar, o'zlari ko'z oldilariga kelib ketdi, shu eslab yordinglar. Rahmat. Hop. Yoningizda qizingiz. Qizim. Agar so'zni qizingizga beradigan bo'lsak, juda O'zi xursand bo'ladi. aytsin. Qizni qachon tuqqan desanglar, 8-mart kuni 79-yili. Bir oy больницada yotib, hali kam qon deydi-yu, nima xo'jayinim ham yaxshi bir o'rtog'ini onalari ishlar edi. Pediatriya instituti deydi. Shu pediatriya instituti o'zi hozir bilmayman qayerda, uzoq joyda. Bir oy qonimi to'g'ilib, 8-martda tug'ilgan. Hammasi bir ham havas qiladi. 7-tug'ilganlar ham biznikini 8 yozinglar, 9da tuqqanlar 8 tuqqanini o'zi aytib bersin. Mana ish qilib, bog'chalarga borib, gimnastikalar qatnashtirib, o'qitib. Shu maktabdan keyin cho'ta yuridiskiy tomonga anaqa mana tarix, yaxshi anaqa tarix bo'yicha yaxshi o'qidim. Plus этот гуманитарное направление. И shu yuridическийga kiraman deb yurdim. Keyin yuridiskiy institutga ham kirdim. Topshirdim, imtihonni ozgina tam ball yetmadi. Keyin shu akademiya MVDga kimdir aytdi, akademiya MVDga o'sha paytda qizlar uncha ko'p emas edi. Bu 90-yillarning o'rtalari, 96. 96-yil. 95 79. Akademiya o'tishni nimasiga ham ziyada harakat qildim. To'g'ri ozgina bo'lmadi. Shu bilan ishga kirdim, ishlab yurdim. Men ichki ishlar idoralariga. Birinchi men bu Toshkent viloyat anaqa Pajarni охранлиga kirdim. Boshqarmasi shu yerda Toshkent shahrida edi. Shu nima centralniy CPPSga, centralniy nimasiga, punktga, anaqasiga radio, telefon aloqachisi meni olishdi. Keyin 1 yildan keyin attestavat qilishdi. O'sha yerda 2 yil ishlab, smenni anaqa ish. Xullas, keyin qo'riqlash boshqarmasiga o'tib ketdim. Birinchi o'sha paytda polkada birinchi polkga o'tdim ishga. O'sha yerda ham militsioner nimasida lavozimda davom ettirdim ishimni. O'sha paytda keyin kimdir menga yana nimasi eslatib qo'ydi, akademiyaga anaqa zaochniy anaqa nasihat berdi. Ozgina tayyorlab, 2 haftami, 3 haftami shunda tarix bo'yicha tayyorlanib, shu yil akademiyaga kirdim zaochniy. 3-rezultat bo'ldi. Menda xursand bo'ldim. Fizkulturadan o'zim так как бывший sportsmenkaman, hammasi 3 ta 5 oldim. Anaqada sportdan, yugurishdan xullas kirdim. 5 yil mana zaochniy o'qib, keyin ofitserskiy zvaniya oldim. Shu anaqaga tushdim, Yakkasaroy tumaniga, xullas nimaga 2 yil ishlab. Dальше keyin har xil nimadan lavozimlarda ishlab, GUVD o'zida ham ishladim. Kadr bo'limida, xullas shahar Avirda ham ishlaganman. Hozir mana anaqa nasib qildi, nimada Bektemir tumanida voy gitmagan va anaqa yoshlar bo'yicha profilaktika nima bo'limida ishlamoqman. Lekin men bu yozuv chizuv shuncha yildan beri 27 yil уже stajim bor. Shuncha yildan beri polniy men bu yozuv chizuvlarga kompyuterda polniy dokumentatsiya O'zbek tilida o'rganganman. Har xil spravkalarni yozish, tam yana boshqa dokumentatsiya, har xil lavozimda ishlagandan keyin уже o'rganib chiqaman. Xulosa mana shunaqa nimalarni dokumentatsiyani yozish. Xudoga shukr, уже tushunaman ko'proq hammasini. Podpolkovniksiz-a? Xudo polkovnik bo'lishni nasib etsin, xudo xohlasa. Amalari bor rosa. Jo'nab sportsmen. Ha, umijonim sportsmen. Kurash. Ha, mana qirg'idan oshdi, ish qilib o'ziga qarab turadi. Qisqacha ismim shu aytganlaridek umid, mana shu
yoshlikdan o'zim ham mana ham ichki ishlar idoralarida xizmat olib boraman. Yoshlikdan maktab yoshini o'zida o'sha insho yozdirgan paytda katta bo'lganda kim bo'laman degan yozgandim. Bizni hamma sinfdoshlarimiz doktor, harbiy xodim, o't o'chiruvchi deb yozganda, sinfda bitta men militsiya xodimi bo'laman deb yozganman. Keyin shu vaqtda duo qilishgan. Farishtalar omid borganda. Amin degan bo'lsa, mana yosh o'tib, shu paytgacha o'sha ichki ishlar sohasida jangovar jismoniy tayyorgarlik yo'nalishi bo'yicha olib boramiz faoliyatimizni. Sambo kurashiga yoshlikdan qatnashaman. Bizda ham haligacha esimda, aytib beraman, birinchi musobaqam 26 kilo vaznda bo'lgan. Yosh bola ekansiz-da unda. Shu yoshlikdan mana haligacha hozir kurashib kelamiz. O'zbekiston milliy terma jamoani faxriylar o'rtasida hali ham a'zosiman. Musobaqaga ishtirok etib, har yili shu mana kurashib turamiz. Hozirgi paytda bo'lsa, mana yoshlarga, bo'lajak xodimlarga har xil o'sha kurashchi strategiyalarni, jangovar holatlarini, o'sha har xil huquqbuzarlarga qarshi qanday bir qarshi chora ko'rishga o'rgatib kelamiz. Siz dars berasiz? Dars beraman, o'qituvchiman. Bundan oldin ko'p yil akademiya, o'zi Ichki ishlar vazirligi akademiyasida xizmat yuritganman, jangovar jismoniy tayyorgarlik kafedrasida. Hozirgi paytda bo'lsa, mana eng yosh litsey o'quvchilariga biz dars beramiz. Zo'r. Shogirdlar ko'p ekan. Shogirdlar ko'p. Bu surat juda chiroyli surat. Bu esa Ko'rsatma shu desa. Ko'rsatmen deyiladi, ko'ringlar, tomoshabinlarimizga qiziq bu. Bog'imizda agar 10 yil o'tgan bu. Bu yoqdami? Shu yerda hovlida. Juda chiroyli surat. Juda ham chiroyli surat ekan. Bunaqa suratni ko'rsatish kerak. Qarang. Ajoyib. She'rlarchi? She'rlarni o'zim yozib turdim, hammasiga shu nimalar o'qituvchilarimizga maqolalar ko'p, she'rlar bor. Bizga ham sport bilan shug'ullangan papkalarimiz bor alohida. Shuni ruscha hamma o'qituvchilarga tug'ilgan kunlarga bag'ishlab mana Hamid Kadirxonovga ham yozganman. Yana bitta qizimiz bor. Ishqilib hamma 8 ta 10 o'qituvchiga ishqilib tug'ilgan kunlarga sovg'a qilib berganman. Kafedra anatomiya fiziologiya 2009-yil. Oho, bitta o'zimiz ekzemplyar, bitta ularga berganmiz. Zo'r-ku. O'zbek va rus tilida yozar ekansiz? O'zbekcha, ruscha. Lotincha ham o'rgatdik-ku, biz ham dars berganim uchun institutda 2 hafta lotincha shtriflarni o'rgatgan, shuni ham o'rganib olganmiz. Nina Ivanna Mixkovy, qancha odamlar mana Lichniy Muhabbat Isamna bor, zo'r juda ham hali Hamrakov domlamiz o'tganlarga agar o'qisangiz, jadda u ham qiziq so'zlar chiqilib. Bu she'r yozish qayerdan kelgan? O'zidan o'zi. Endi uni hech kim tushuntirib bera olmaydi. Qo'shiqlarga ilhom kelib qolsa yozaverar ekansiz. Mana hozir o'g'lingiz aytib berdilar, hali ham terma jamoadalar. Sambo bo'yicha veteranlar, faxriylar orasida. Siz ham tennis o'ynab turibsiz. Tennisdan endi hozir bormayapmiz, chaqiruvdi endi bo'ldi, qari deydi. Lekin birinchi o'rin olsangiz kerak. 79-yil. Yo'q, bitta rus ayol bor, 39-yil agar o'tmagan bo'lsa, Maslova Galina Filipovna degan. Birinchi o'rinda u xotin bermayapti hech kimga. Stol tennisi bo'yicha. 39-yil. 87-80 veteranlar bo'yicha shu endi biz 3-o'rinda oldik. Endi ko'p u shug'ullanadi. O'sha 17-18-marta nevarasi ham o'ynaydi. Stol tennisini u ham ko'proq o'ynab turadi. Endi bizda yo'q unaqa trener. Bular haligi bo'shroq raqib deymiz. Ishqilib agar o'zingga teng bo'lmasa qiyin, yaxshi o'rganish. Lekin tennisni stolma ko'rdim, shu yerda turibdi. Bir chiqib bitta. Hozir o'ynaymiz. Keyin choy qaynab. Albatta, rahmat. Ishqilib bor mana ayniqsa juda ham mana Lolaxonga hali faxriy yorlik nimalari bor, rasmlari bor ashad alohida. Ko'rsak bo'ladimi Lolaxonni? Ko'rsatuvdim. Keyin nima shu ichida bittasi zo'r mana yoshligidayoq maktabga mana shuni jangovar qilib turib, namunali qilib nima qilib berishgan. Mana Lolaxonga mana oxirgisi bor turibdi. Yana sovg'alar qilishgan. Ko'krak medali, shuhrat medallari bergan. Benuqson xizmatlar uchun. Bu Nahibov imzolari bilan ekan, qo'llanadi ekan. Yoshligida beri 19 yosh. Bu demak bir 2007-2008-yilda bo'lsa kerak. Ichida yo'q ekan yillar. 2008-yil ekan. O'zingiz topib. 2008 ekan.
Endi bolalarni halollikka o'rgatganmiz. Halol ishlasa mana baribir hamma narsa Xudoyim halol. o'zi barakasini berar ekan. Hozir shuni nazarda tuting, leytenant. Demak, 2008-yil leytenant bo'lgan bo'lsangiz, hozir men 17 yil ichida podpolkovnik. Juda yaxshi o'sish. Уже ko'p bo'ldi patolog olganiga. Polkovnikni ham vaqti kelib qoldi, xudo xolasa. 19-yilda polkovnik. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Zo'r. Shu ichida bu bu sport o'qishda a'lo bitirgan, maktabda ham отлично o'qigan. bu o'sha maktab davrida ekan. Sportivnilar hamma shu birinchi o'rin. Bu birinchi fotosuratlar bo'lsa kerak. Bu kichkinaligida. Mana shu bog'cha paytda hali bir. 3 yoshmi, to'g'ri? Yoshli, kichkina. 3 yoshli atrofida-da. Kichkinagina. Yaxshi ham shu suratlarni olib qo'ygan ekansizlar. Hozir mana operatorimizga rahmat, bizani olib qo'yishyapti. Bu hozir suratga ham bir taxminan 40 yilcha bo'lib qoldi. Oshdi mana. Bu suratni ham 40 yildan keyin ko'rib o'tirsak, o'zimiz hayron bo'lamiz. Qarang, chiroyli. Ha, bu endi o'sha paytdagi ekan. Ayasiniki ham bor, o'g'limizniki ham bor. Oho. Bitta. Отчетlargacha bor ekan. Отзыв ekan, kechirasizlar. Отзыв ekan. Bu nima зачетный klassik Gazetalarga ko'proq bu master sportda shu международный klass degani зачетный sport knishkasi bor. Kvalifikatsionni knishka deydi-yu. Da. Uni ham saqlab qo'ydik qizimizga chiroyli qilib. Bu hozir badiiy gimnastika bizda juda rivojlanib, Hozir bizda ham. qaniydi hozir o'sha paytlarda bo'lganda edi, sizlar hozir Hali Rossiyadagi Vinir bu yoqda katta trener bo'lgan. Irina Aleksandrovna. Ha, Irina Aleksandrovna. Men yoshligimda tennisni zo'r o'ynardim. Hozir keyin tashlab yubordimda, uyimizda tennisni stol bo'lardi. Kun menimcha bir 8-9 soat faqat tennis o'ynardik. Endi u Juda zo'r. qo'shimcha aytsam, men ham hali med texnikumda o'qiganimda sekin qochib ketar edim. Ko'chaga chiqib kelsam maylimi deb turib, ashada tennis turadi. O'zim samouchka, lekin shunaqa o'zim o'rgangan bunaqa trener ko'rganim yo'q. Keyin shunday qarasam tennis osonroq ekan, gimnastikaga qaraganda. Uni tashlab, keyin musobaqalarga chaqiradigan bo'ldi. Shu bilan shu Oldin 21 gacha o'ynalar. Hozir 11 gacha o'ynalar. Hozir 11 gacha, lekin 5 set. 11. Ikkitadan podachi. Ikkitadan podachi. Oldin 5 tadan podachi edi. 5 ta edi. 3 ta setgacha bo'lardi. O'ynaverardik. Bu klassik variant. Endi sizda ham, конечно, bu sohada ishlayapsiz, hamma odamlar o'zingiz ham qatnashgansiz bilasiz. Qadrdonlar, navbatdagi ko'rsatuvimizning soni biz bugun Mirzo-Ulug'bek tumani Avayxon mahallasida Aleksandr Nikolayevich Abakumov hamda Xayri ona Sultonovalarning xonadonida bo'ldik. Farzandlari bilan suhbatlashdik. Juda ham maza qildik. Biz sizlar bilan hozir xayrlashib qolamiz, lekin xonadon egalari bilan emas, biz hozir qo'l tennisi bo'yicha musobaqa tashkil etamiz. Sizlar ham sport bilan doim shug'ullanib turinglar. Odamni yoshidan qat'iy nazar sport bilan shug'ullanish bu odamga faqat yaxshilik olib keladi. Har doim yaxshi kunlarda, tansiq qattiqda ko'rish nasib qilsin. O'zingizga ehtiyot qilinglar, xayr.